Assalomu alaykum, hurmatlilarim. Qo'shaloq ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Hayit ayyomingiz, mana kechagi kundagi Navro'z ayyomlaringiz. Navbatdagi zakazlarimizni biz ajratib qo'ydik. O'zsadagilar bular ajratilgani. Bu Chirchiq shahridagi ikkita klientimizga ketyapti hozir. Yomg'ir bo'lishiga qaramay, lekin ishlayapmiz. Hayitda dam olish yo'q bizda. Zakazlarimiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarga ham xuddi shunaqa tartibda, chiroyli holatda chiqarib yuboramiz. Shahar ichida Pekinga chiqarib beriladi. O'zimiz olib borib beramiz. Uzoqroqdagi bo'lsa, mashinadan chiqarib yuboramiz.